Yoz mavsumida ota-onamni umra safariga jo'natsam, issiq bo'ladi, qiynalib qolishmaydimi yoki-da biz borsak qiynalib qolmaymizmi degan savollar siz albatta yurtdoshlarimizda, vatandoshlarimizda bo'ladi. To'g'ri, yoz mavsumida Saudiyada ob-havo ancha baland bo'ladi, lekin yoz mavsumida umra safariga borsalaring, aziz vatandoshlar, haram hududida ziyoratchilar kam bo'ladi. Ka'ba-i muazzamaga, Hajarul Aswadga yetib borishlik oson bo'ladi. Nima deydi? Qiyinchiliklarsiz ibodatlarni amaliga oshirasizlar. Endi issiq masalasiga keladigan bo'lsak, Saudiya hukumati aynan ushbu issiqqa tayyorgarlik ko'radi. Ventilyatorlar, konditsioner tizimlari, suv purkagichlar barchasi bilan tayyorgarlik ko'riladi. Sog'lig'ida muammosi bor odamlarni aynan mana shu mavsumda olib borishlaringni sizlarga tavsiya qilamiz, yoki-da yoshi katta odamlarni yoz oylarida olib borishlaringni tavsiya qilamiz. Qiynalmaysizlar, chiroyli sharoitlar tayyorlanadi, ziyoratchilar soni kam bo'ladi va sizlar oson umra qilasizlar. Eng asosiysi e'tibor beradigan jihatlaring. O'shaning uchun o'ylanmay yoz mavsumida umra safariga borsalaring bo'ladi. Yoz mavsumida umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga Xudo xolasa biz bitta reysimizga juda ham chiroyli chegirma qildik. 30-Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimizni $970 qilib narxini arzonlatib qo'ydik. Xudo xolasa bundan tashqari 1-iyul, 8-iyul, 15-iyul, 22-iyul, 29-iyulga Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz amalga oshiriladi. Ushbu reyslarimiz narxini $1050 dan qilib qo'ydik. 5-iyulga Toshkentdan reysimiz bor, $970. 7-iyulga Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor, narxini $1040 dan qilib belgilaganmiz. Gazli suv ichganim hisobdan shuna holat bo'lyapti, uzr so'rayman oldindan. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 700 metrdan 1 kilometrgacha bo'lgan masofadagi Gasnisa, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati hamda Ravza-i Sharifga 100% tashrif. 50 boshlar birga borib, birga kelishadi. Xudo xolasa ota-onalarning xavfsiz va mukammal umra qilishadi. Aeroportda kamzil, bejik, sumka, hatto mana shunaqangi yostiqchalarni ham bonus sifatida taqdim etamiz. Xudo xolasa O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, Telegram orqali onlayn joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Bizga oddiy bitta qizil pasportlaring yetadi, Xudo xolasa. Undan tashqari, aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa ofisimizga tashrif buyursalaring bo'ladi. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotga ega bo'linglar. 5 kishidan yuqori bo'lsalaring, chiroyli chegirmalar qilib beramiz. Bizga obuna bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.